She'rda navbat bilan men sizlarga harf aytaman. Aha. Harfdan she'rni topishlaring kerak. 10 daqiqa ichida agar noto'g'ri topolmasalaring yoki noto'g'ri aytsalaring, demak yutqizib qo'yasizlar. 1, 2, 3. Farzona. A harf. Alif boza quyoshi, harflarga kirman boshi akmal, aziza, alif, adam, boshlalar, bali. Asal. D harf. Meeting. 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 1, 2, 3, 4, 5, hayajonlanmang, 6, 7, 8, D harf. 9, 10. Farzona bormi senda? Jinsidaman, daryodaman, davlatda, dunyoda deyman shirin so'z bo'ling, doim ahil do'st bo'ling. Молодец. Так. Esimda chiqqanda Farzona K harf. Kadan kaptok yozamiz, katta bo'lsak o'zamiz. Kattani aylang hurmat, keladi baxt saodat. Молодец. Asal M harf. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Bravo. Так. 2, 1. Farzona S harf. Bir, Voy ayting. 2, Sadan. Afsona qo'shiqlarda ham aytib ur. 3, Qo'shiqlarda ham aytsa bo'ladi. Santimaya, yinovin zindaya, nosh, yumning zindaya. Молодец. Asal. Asal senga R harf. Voy, qaradan.